Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana Akfa Plus ishlarimizni o'rnatdik. Bu Andijon viloyati Aqto'bot tumaniga bo'ldi. Bir obzor qilib o'tib ketamiz mana. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerga 5 ta rom, 2 ta mana bunaqa veranda qilib o'rnatib berganmiz. Akfani o'zidan bo'lgan hamma narsasi. Ruchkalari baquvvat. Usul yoqishlari mana petlalari kuchli petlalardan qo'yilgan. Orqa ko'rinishlari mana. Ko'rishinglar mumkin. Kimga kerak bo'lsa shunaqa xizmatlarimiz bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlar 90 546 39 46. Andijon viloyati bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Mana bu yoqda ham mana yuqorida ikkita uyni oldiga qo'yib berganmiz. Bittadan lak podpiska ayirmaysizlar. Mana bunisi ham bitta eshik bo'lgan. Yo'llarida romlari taylarini MDF bilan to'sib berdik. O'zim aytishi bilan. Eshik juda chiroyli. Kimga kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Rahmat hammaga.